Salom do'stlar, men Veksorovman va bugun biz bolalar va qizlar o'rtasida challenge uyushtiramiz. Qani 3 gacha sanaymiz. 1, 2, 3 va qani let's go. Mana taxtamizga ham o'tirib oldik. Challenge ham boshlandi. Do'stlar, sizlarga bitta gap aytaymi? O'zi challenge qilishdan maqsadim qiziliga hammom, siyohlariga esa basseyn qurish. Ular esa ham ishlashyapti, ham o'ynashyapti. O'zi ular buni bilmaydi. Shunchaki o'yin deb o'ylashyapti xolos. Anglab yetgan bo'lsangiz, bu Minecraftning ukalaridan biri, Craftsman. Biz bu o'yinni ham sinab ko'rmoqchimiz. Qanaqa ekan? Hozir xizmatga olinib ishni bitirguncha men sizlarga bitta, balki siz biladigan, balki bilmaydigan fakt aytaman. Minecraftdagi kompas shimolni emas, spawn pointni ko'rsatadi. Kompas haqiqiy hayotdagidek ishlamaydi. U o'yinchining boshlang'ich joyini ko'rsatadi. O'yin sharti shundan iboratki, ular qizil chiziqlar ichidagi loylarni sindirib, qizil tosh chirog'ini olib, uni katakchalarga qo'yishadi. Keyin esa bloklarni sindirish kerak. Ular buni allaqachon bilishadi, men sizlarga aytib qo'yapman. Va Mirajon hozir o'yinni tugatadi va bo'ldi, tugatdi. O'yinimiz g'olibi Mirajon bo'ldi. Tabriklaymiz. Videoga like bosing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Veksorat bo'ldi. Va xayr, ko'rishguncha.